Boshlang'ich 500-600 dollar bilan mana shu 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz nasha savdoga berilyapti. Akalar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, akalar. Nimaga 500-600 dollar deyotganimni hozirga aytib ketaman, akalar. Mashinadan balonni ko'rib turibsizlar. Yomon holatda emas, lekin balonni almashtirib olish kerak deyapti egalari. Agar xohlasangiz, masalan uchun 600 dollar bersanglar, 4 ta balon yangisini taqib beraman deyaptilar. Aytdik, 500 dollar bersanglar, xohlasanglar mana shu balonni bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi, akalar. Obzor qilib beraman oxirida oylik to'lovlarni. Aytib ketamiz, akalar. Ketdik. Tepa-past LED farli 2013-yil balon holatini ko'rdinglar. Mashinamiz super, faqat bez konditsioner, akalar. Apshipkalar yaxshi holatda, yaxshi chexollar taqilgan. O'zini ham bunaqa poliklar, o'zini ham bunaqa rullari 320 ming atrofida, 319 ming atrofida yurgan. Mashinamiz mexanikaga ko'rib turgan bo'lsanglar, bez konditsioner, yaxshi maytafoli ham bor. Xudo xolasa, mejigar pultlari bor, tepada braydveylari ham yomon emas. Orqasida eng g'alanisi metan gazlarigacha bor. Nima deysiz, akajon? Yomon emas mana, orqalarida ham 0.5 kam edi, ko'rsating. Mana, akada tayyor holatda. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beriladi. Boshiga 600 dollar bersangiz 4 ta yangi balon taqib berishadi. 500 dollar bersangiz o'zini balonni yurib ketaverasiz aka. Oylik to'lov keladigan bo'lsa 200 dollardan 26 oyga qilib berishga berishyapti. Xullas, tegirgalar nomerlarni qoldirdim. Srochniy aloqaga chiqib baraka qilinglar akalar.